Men tünügün dostlarga bergen va'dam bo'yicha davlatimizdagi amaliy kuchi nisbatan zo'r, xalqarodami belgilik ta'sir kuchga ega bo'lgan psixologiya fanlari doktori. Shuning bilan birga uzun yillarning yoqi to'y turmush to'g'risida ilmiy, sistemalik tadqiqot olib berayotgan to'y turmush fanlari mutaxassisi Songjaoyu afandining yetilayotgan yosh tarjimon Raziyagul Setivoldi tarafidan tujubilab tarjim qilingan Baxtlik to'y turmushi bilimlari nomli 30 soatlik dars bugundan boshlab rasmiy yo'sinda diqqatingizga sunildi. Zo'r ko'pchilik qarindoshlarimizga ayon bo'lishi mumkin. Navbatda jamiyatimizda psixologiya ilmi saxta psixik maslahatchilarininki xato turda tashviq qilishi hamda xato turda psixikalik yetakchilik qilishi sababli psixologiya ilmining nufuzi zo'r xirsga duch keldi. Shu vajidan 2 oydan ortiq vaqt jafoliq ajr qilish, mehnat qilish natijasida Songjaoyu afandining Baxtlik to'y turmushi bilimlari nomli mazkur kitobi qayta tahrirlikdan o'tkazish orqali keng o'qirman do'stlarga eng yaqin holatda tarjim qilinib tayyorlandi. Shuning uchun do'stlarimizning shu 30 soatlik darsdan eng unumli holatda foydalanishini, shundaqla o'zi foydalanish bilan birga atrofidagi yaqin yori tonish bilishlarga urug' tuqqanlarga shu kitobni keng turda tashviq qilishini tuvanchilik bilan so'rayman. Mazmun tayyorlash bizdan, tarqitish sizlarga omonat qoldi. Xo'sh, shunda bo'lsa, Songjaoyu afandininki shu 30 yurish darsininki birinchi yurishini do'stlarga yetkazishdan avval do'stlarninki kitobni texmi yaxshi turda tushunishi uchun, kitobdagi mazmunlarni eng yaxshi holatda qabul qilishi uchun Songjaoyu afandi to'g'risida azroq tanishga ega bo'la olaydi. Songjaoyu to'y turmushi psixologiyasi mutaxassisi. Jungo to'y turmushi maslahati orqali qutqizish, yordam berish to'r betininki bosh mutaxassisi. 1988-yili Yaponiyaga o'qishga chiqib, Yaponiya Foshan universitetining amaliy psixologiya kasbini bitkazgan. To'y turmushiga diagnoz qo'yish. Psixikamga o'zim ega, qalbimdagi bulutni qayrib etaman. Faqat turmush qurgan va muhabbatlashgan psixik mutaxassislar biladi. Muhabbat vositasi orqali to'y turmushini boshqarmoq qatorliq psixologiyaga doir maxsus asarlari keng o'qirmanlarningki yaxshi ko'rishga va olqishiga erishdi. Undan boshqa Songjaoyu afandi Angliya Jungo vaqtlik gezininki to'y turmushi, hissiyot psixikasi maxsus bosh betininki yozuvchisi, ya'ni Stone yozuvchisi. Shundaqla Shandong televiziya stantsiyasi, Jinan televiziya stantsiyasining ko'plagan programmalarining psixik maslahat berish mutaxassisi. Demakki do'stlar, bizning sizlarga sundig'imiz qandaqdir tunugun bugunlardan tamtilab menib psixologiyaning darvosidan hamda bir beshini chiqargan go'dak bir psixik maslahatchisininki kitob emas. Ya'ni shundaqla umr tarixida biror parcha maqola yozib, nopuzliq munbarlarda e'lon qildirib baxmagan. Biror parcha kitobni asla nashriyatga sunib baxmagan. O'zicha o'ttirga chiqiblar, men uzun yillik psixik maslahatchisi, uzun yillik tajribaga ega bo'lgan psixik maslahatchisi. Hayotimda manchi ming nafar bemorga psixik maslahat berib, ularning hayotida zo'r burilish paydo qilib o'tgan mashhur atoqli psixik maslahatchisi deb o'zininki nomini yat iqlimga jar silib o'tgan go'dak xonim qizlarning kitobi emas. Shuning uchun keng tanisharman do'stlarimizning mazkur kitobning muallifi bo'lgan Songjaoyu afandining nufuziga sal qaramaslik. Shuning uchun do'stlarimizning mazkur kitobninki haqiqiy turda masala hal qiladigan ilmiylik, qo'llanishchanligi, asqetishchanligi kuchli bo'lgan bir kitob ekanligini to'nib yetish asosida mazmunlarimizga ishtirok qilishini tavsiya qilaman. Xo'p, bunda bo'lsa darsni kirish so'zdan boshlaylik. Songjaoyu afandim kirish so'zda shunday deydi. To'y turmushida hargiz kichik ishlar bo'lmaydi. Odam hayotida hargiz kasal bo'lmayman deyolmaydi. To'y turmushini shunga o'xshash har xil omil
ta'siri va xilma-xil eziqtirishlarga uchraganlikdan masala ko'rilmaydi deysimi, yanada ba'zi masalalar ko'rilishi mumkin. Faqat ig'ir yeniklik darajasi o'xshamaydi xolos. Ba'zida to'y turmushida yo'liqqan masalalar ba'zi ushaq-tushaq ishlarga markazlashgan bo'ladi. Bu ko'pincha turmushimizda er-ayol ikki tarafning xarakteri va ko'z qarashida farq bo'lganligi. Ba'zi to'y turmushi masalasining xarakteri nihoyatda qabih bo'ladi. Masalan, ma'lum bir tarafninki yo'ldan chiqib ketishi, oila zo'ravonligi qatorliqlar. Yuqorida tilga olingan yengidek kichik ziddiyatlarni uzoqcha hal qilinmay ketaversa, ikki odamning hissiyotida nihoyatda passiv ta'sir ko'rsatadi. Yana kelib ikkalanninki turmushini saqlab qolishi nihoyatda tezkor to'xtaydi. Bunday ahvollar bizning jamiyatimizda oz emas. Yana ba'zi er-ayollar o'rtasida garchi ig'ir jismoniy zo'ravonlik yuz bermagan bo'lsa, lekin uzoq mezgillik ruhiy zo'ravonlik mavjud bo'lib, ikkisininki uzoq mezgil fikr almashtirishining kamchilik bo'lishi yoki bir-birini ayblashi, og'irlishi qatorliqlar. Bunday bo'laversa, inoq sog'lom oila kayfiyati yo'q chiqib, er-ayol ikkalan ajrashish yo'liga qarab menishi mumkin. Shunlashqa deymizki, to'y turmushida kichik masala yo'q. To'y turmushi inoq sog'lom bo'lsin deydiganmiz, er-ayol ikkilisi turmushda ko'rilgan masalalarga ko'ngil bo'lishi, ayt yuzlanishi, oldinroq hal qilishi lozim. Kichik masala, kichik ziddiyatning taraqqiy qilib cho'ng masala, cho'ng ziddiyatga aylanib qolmasligi lozim. Agar bunday bo'lmaganda vaqti kelganda oldirgan bilanmi, amal qilgan bilanmi o'rniga kelmaydi. To'y turmushi er, ayol, oila, hissiyot bo'linmasi, ota-bola, muhabbat qatorliqlarning hammasida nurg'unlagan yo'llar bo'ladi. Lekin biz ilgari bu jihatlardagi bilimlarni o'rganish va qonuniyat ustida muhokama etib bo'lmaydi. Er-ayollar o'rtasidagi aloqa, to'y turmushi, kayfiyat, hissiyot qatorliq jihatlarda ko'pchilik bir tarafdan ehtiyot bilan, yana bir tarafdan izlanib tajriba to'plab mangan. Hammamiz o'zimizningki tajribasiga tayanib tushunamiz, his qilamiz. Shunlashqa masala ko'rilgan hamon masalani hal qilishningki usulini topolmay qolamiz. Masalaninki xarakterining zodi nima ekanligini bilolmay qolamiz. Bu xuddi bir odamning badanidan masala chiqqanga o'xshaydi. U nima ekanligini bilmaydi. Shundaqla qanday davolashni ham bilmaydi. Shuning bilan yolg'ondan masalani ko'rmagan yoki beshini ichiga tiqib o'zininki o'yi bo'yicha davolagan qiyofatga kirib oladi. Natijada masala bo'lgan sari cho'ngib, kasallik ahvoli bo'lgan sari ig'irlashib boradi. To'y turmushi masalasi oldi bilan odamning masalasi bo'lib, to'y turmushi masalasi oldi bilan odamning masalasi bo'lib, odamning psixikasi va odamningki insoniy fazilati bilan nihoyatda zich munosabatlik. Amerikalik psixolog Fossidik mundaq degan: dunyoda mag'lub bo'lgan to'y turmushi bo'lmaydi. Faqat mag'lub bo'lgan odamlar bor. Barliq to'y turmushi masalasi odamning mohiyatini aks ettirib beradi. Fossidik aytgan odamning mohiyati odamning insoniy fazilatidir. 1988-yili Yaponiyaga o'qishga borganda o'qigan kasbim odamiylik psixologiyasining tadqiqot yo'nalishi tal to'y turmushi psixologiyasi bo'lib, bu ayni vaqtda hatto hozirgi bosqichdagi davlat ichidagi psixologiya sohasiniki texi boshlanish bosqichida turayotgan mezgil edi. To'y turmushining yaxshi yomon bo'lishi insoniy fazilatning ta'siriga oid zo'r uchraydi. Ilgari kishilar ancha bak ahamiyat bermaydi. Lekin hozir asta-asta bu masalalarga diqqat qilishga boshladi. To'y turmushi masalasining asosiy qonuniyati, alaydiligi, xarakteri va psixikasining to'y turmushiga bo'lgan ta'sirini imkon qadar aniq tushuntirish uchun to'y turmushi psixologiyasiga doir ba'zi asosiy bilimlarni bir qadar ommabop til bilan bayon qilib bu kitobni yozib chiqdi. Ko'pchilikka qaysi taraflardan to'y turmushini tonishni, to'y turmushining yadroliq masalasiga qaysi qatlamdan diqqat qilish lozimligini aytib, andin ko'pchilikka to'y turmushi masalasini hal qilishning asosiy usullarini tonishtirdi. Ko'pchilikning mushu kitob orqali o'zi yo'liqqan to'y turmushi masalasini selishtirib hal qilishini hamda o'zining to'y turmushi masalasini imkon qadar o'zining tirishchanligi bilan hal qilishini umid qilaman. Bu kitobda erlar bilan ayollarning to'y turmushi,
oila, muhabbat qatorliqlarga bo'lgan o'xshash bo'lmagan tonishi psixologiya nuqtasidan tahlil qilingan. Buningda ayollarningki shahvatparastlik, topdan chiqish, yolg'on so'zlash qatorliq jihatlardagi farqi tilga ilinganda faqat psixologiya qatlamidan tahlil qilingan bo'lib, hech qachon ijobiy yoki salbiy ma'no tusini olmagan. Shundaqla erlar yoki ayollarningki ichidagi ma'lum bir to'piga hujum qilmagan. Yeziqchilik saviyamiz cheklik bo'lg'achqa muvofiq bo'lmagan joylarni kang o'qirmanlarniki tanqid qilib ko'rsatib berishini so'raymiz. Hurmat bilan Song Jayu. Birinchi dars. Sağlam to'y turmushi qarishi. To'y turmushininki sağlamligini qaysi omillar belgilaydi? Har bir odam o'zininki to'y munosabatininki sağlam bo'lishini umid qiladi. Ammo to'y turmushi munosabatininki sağlam yoki sağlam bo'lmasligini zodi qaysi omillar belgilagan? Bu ehtimol ko'p sondagi kishilarni gangirtib qo'yadigan masala. Shundaqla ko'pchilikning hammasi aniqlashni xohlaydigan masala. To'y sağlamlıqqa ikki omil bilan nihoyatda zich munosabatlik. Birisi psixik sağlamligi, yana birisi xarakter sağlamligi. Yuqorida biz tilg'ib o'tganimizdek, dunyoda mag'lub bo'lgan to'y turmushi yo'q. Faqat mag'lub bo'lgan odamlar bor. Barliq to'y turmushi masalalari odamning mohiyatini aks ettirib beradi. Bu yerda deyilgan odamning mohiyati odamning insoniy fazilatini ko'rsatadi. Ko'pchilik mundaq bir asosiy tonishga ega bo'lishi kerak. Bu bo'lsa-mu, psixikasi nisbatan sog'lom, kishilik xarakteri nisbatan sog'lom kishilar. Ularning to'y turmushiningki ko'p qismi bir qadar baxtlik va inoq bo'ladi. Albatta, inoq, sog'lom bo'lgan to'y turmushi munosabati chuqur ayol ikki odamga bog'liq. Hamda nurg'un vaqtlarda, masalan, jamiyatga qaraydigan bo'lsak, ba'zi va ayollar shundaq fikrni ko'proq ta'kidlaydi yoki bo'lmasa o'zininki shu to'y turmushiniki baxtsiz bo'lib qolishini shu omillarga bog'lab qo'ydi. Meningki qaynonam gapni bak jiq qiladi, bak ko'tkot. Yoki bo'lmasa meningki qaynisinglim og'zi faqat besiqmaydi. Menga bo'lgan muomalasi faqat yaxshi emas, meni yot odam qatorida ko'radi. Yoki bo'lmasa yo'ldishimdan falan tuqqini har qitim men bilan ko'rishganda yoki salomlashganda qapiga ichilmaydi degandek, mana bu shunday tushak sabablar tufayli yo'ldishular ikkisininki oila qurg'ini esida yo'q. Boshqa odamlarninki urug' tuqqanlarni tushak gaplarni bak ichiga elib edi. Ajrashma degan shuvarni ko'tarib chiqib, bir bala o'tayotgan oilasini buzib qo'yayotgan ahvollar emas-ku. Hamda erlarning orasidami bor. Meningki qaynonam bunda, qaynonam ayolimning tumshug'idan bak yitlaydi. Yoki bo'lmasa uyga borsam chiroyli salom soat qilmaydi. Qaynotamning mijozi toz yaxshi emas. Degandek sabablar tufaylimi bir bilan oilasini zavolliq yuzlanib qo'yayotgan erlar emas. Shu esimizda bo'lsinki, bu to'y va ayol ikki odamga bog'liq. Er bilan ayol ikkisi yaxshi o'talisa, ziddiyat ko'rilmasa, ikkilar o'tirsa, boshqa omillarni ko'masga selvasin bo'ladi. Mushtaq so'zjak olib ketgan vaqtda siz ayol kishi bo'lsangiz, eringizni, yo'ldoshingizniki ortiqchiligi bakrak diqqatingizni qaratib turib bering. Mushtaq qilsangiz, atrofdan kelayotgan, urug' tuqqanlardan kelayotgan sizga besim bo'layotgan shu omillar kichik ko'rinadi. Navadi siz shu fitna fasodlarga bak qadilib turibsangiz, yo'ldoshingizni yaxshi taraflarini ko'rmay qolasiz. Demak, hamda bizda bayqaydigan qalb bo'lsa, go'zallik hamma mavjud. Shuning uchun vaqt yana bir ta'kidlasak, bu to'y va ayolning ishi. Ayol ikkisi yaxshi bir taraf qila olsa, ayoldagi masalalarni pakiz yurishlik etmay olsa, qaqa ishlar bilan bak qarib ketmasmi bo'ladi demoqchi. Agar ikki odam ichida faqat shaxsiy psixika va kishilik xarakter nisbatan sog'lom bo'lsa, yana bir odamda masala bo'lsa, undaqda ularning to'y turmushi munosabatini kafolatga ega qilib bo'lmaydi. Masalan, birisininki xarakteri sog'lom, hozir mazmun deyilganda, yana birisininki sal psixik xarakteri ojizroq yoki psixikasi pishib yetilmagan. Shu sababli atrofda yuz berayotgan turli tuman ish hodisalarga, turli tuman ijtimoiy munosabatlarga to'g'ri qaror chiqarolmaydi yoki bo'lmasa
shu munosabatlarni yaxshi bir taraf qilolmay ziddiyat paydo bo'lib, bu ziddiyatni shuning bilan o'zininki hamroyiga ishtirib qo'ydigan shu ziddiyatni sen paydo qilib qo'yding, sen bo'lmagan bo'lsang bu ziddiyat paydo bo'lmaydi degan ko'z qarashni o'ttirib chiqarib qarshi tarafga mas'uliyatni ishtirib qo'ydigan ahvol kelib chiqdi. Hamda rostgapni aytsak, odam bu dunyoda yashaganda ro'yi jihatdan tamoman sog'lom bo'lib, azroqmi ziyonga uchramaydi desak, buning mumkinchiligi yo'q. Buni amalga oshirish nihoyatda tez. Xuddi badanimizga o'xshash, hayotimizda ag'rib qolmaydigan ish bo'lmaydi. Odam ijtimoiy turmushda xilma-xil voqealarni boshdan kechirdi. Psixikasi butunlay ta'sirga uchramaslik mumkin emas. Shuningdek, psixikasi nisbatan sog'lom va kishilik xarakterininki nisbatan sog'lom bo'lishi yomon emas hisoblandi. Ko'pchilikning sog'lom bo'lmagan psixikaga bo'lgan tunishi notunish emas. Eng ko'p ko'rildigani bo'lsa tashvishlanish. Uning aloyidligi shuki, kun bo'yi tashvishlanish, qo'rqish ichidala yotadi. Yeli uning da andish qilsa, buning da ansiraydi. Doim dakki-dukkida yuriydi. Bunday kishilar yoki bunday ro'yolat real turmushda nihoyatda ko'p uchraydi. Bular to'y turmushdan ziyoda ansirash, hatto jo'risiga ig'ir darajada ishonmaslik, kun bo'yi tashvishlanish degandek jihatlarda o'z ifodasini topadi. Ikkinchi xil sog'lom bo'lmagan psixika xomushlik bo'lib, atrofimizda hatto oila a'zolarimizda xomushlik kayfiyati borlar oz bo'lmasligi mumkin. Xomushlik ro'yi oltininki asosli aloydagi g'amkin bo'lib, ertadan kechgacha xushal, ichib yerib yuradigan vaqt bo'lmaydi. Bu xil holat cho'qim to'y turmushiga aniqki nachar ta'sir ko'rsatadi. Oila a'zolari mayli qandaqli ish qilsin, mayli bir oila kishilari xushal bo'ladigan ish bo'lsin, xomushlik kayfiyati bor kishilar buningga faqat qiziqmaydi. Bumi bir qadar ko'p ko'rilgan psixikalik masala. Yana bir xil majburlash. U ishni voyaga yetkazib qilish, mukammallikni qo'llashni ko'rsatadi. Boshqalar qilgan ish hamon uning burkutdak o'tkir ko'ziga sig'maydi. Uning talabiga yetkili bo'lmaydi. Ammo u o'zi ish qilgandimi doim u yoq-bu yoqqa o'rilib, nihoyatda qilgan ishlarini qayta qilib, o'z ko'ngildagidek bo'lmoqchi bo'ldi qilmaydi. O'zining maqsadiga yetmoqchi bo'ldi qilmaydi. Natijada o'zi nihoyatda asali jafo tortadi, charchaydi. Boshqalar uningga agishib jafoda qoldigan gap. Bu o'xshashli bir xil intayin umumyuzlik bo'lgan, sog'lom bo'lmagan psixika. Sog'lom bo'lmagan psixika nihoyat ko'p bo'lib, ularning hammasi to'y turmushi munosabatiga og'ir ziyon yetkazadi. To'y turmushi va hissiyotga salbiy ta'sir ko'rsatadi. Tövəndə biz bir qancha misol keltiraylik. Shunimanki ko'pchilikning hammasi qizil ravaqdagi tushni ko'rib baqqan. Davlatimizningki klassik asrning bir hisoblangan qizil ravaqdagi tushda Lindayu tabiiy, go'zal va go'zallikka to'lgan. Aslida u kishininki nihoyatda amroqligini keltiradi. Lekin Jaboyu bilan bo'lgan muhabbati chatga qiqilib, jafo mushaqqatga to'lgan. Bu zada nima uchun? Amaliyotda uning psixikalik holati bilan nihoyatda cho'ng munosabati bor. U doim g'amkin yuriydi, qatma-qat g'am qayg'u ichida yuriydi. Gul echilg'inni ko'rganda bo'lsa, yosh to'kdi. Chunki uning o'ylig'ini gul g'unchisining to'zib ketishi. Ko'pchilik bir yerga yig'ilib, qadahlarni ko'tarib, xushal kulki chaqchaqlarni qilsa, u ko'ngilda ko'z yoshi qildi. Chunki uning o'ylig'ini yig'ilishdan keyingi og'irlish bo'ldi. Qisqasi, uning o'ylig'ini intayin salbiy narsa. Shunga doim azoblanib ko'ngli yerim bo'lib, har qancha yaxshi, har qancha xushal bo'lgan manzara oldida u boshdan oxiri baxt his qilolmaydi. Agarda shu yillarda psixologiya ilmi taraqqiy qilib, ma'lum bir psixologiya doktori uningga psixiklik sog'lomlik darajasini baholab qo'yay desa, meningcha tashvishlanish kasaliga xomushlik kasali qo'shilib diagnoz qo'yilishi mumkin. Lindayuda mushundaq og'ir tashvishlanish, qayg'u, hasrat bor. Ko'pchilik sizlar o'ylab yiqinglar. Uning Jaboyu bilan bo'lgan munosabati yaxshi bo'la olamdi. U chuqum chatga qiqilib, jafo mushaqqat qoladi. Eng oxirida tragediya bilan oxirlashtirishga majbur bo'ladi. To'y psixikasida maslahat beruvchilar mundaq ta'sirotga ega bo'ladi. Yordam izlab kelgan aloqador kishilar odatda oz deganda bir tarafda ozdir ko'pdir undaq yoki mundaq psixikalik masala bo'ladi. Psixikalik masalasi bo'lmagan to'y turmushi masalasi to'g'riliq yordam talab qiluvchilar nihoyatda oz bo'ladi.
Men burun mundaq bir jup er-xotinni ko'rgan. Eri intayin muvaffaqiyat qozongan qaltis karxanchi. Ular ikkilisi ikki qitimliq to'y turmushini boshdan kechirgan. Ayoli nayt chiroyli, nayt ko'zga ko'ringan. Yeshimi uningdan xeyli kichik. Ular mening ishxonamga qo'l tutishib kirgan. Bu xil ahvolni men to'y ishlari bo'yicha maslahat berish xizmati bilan shug'ullangan 20 necha yildan buyon tunji qitim ko'rgan. Shunga menda nayt cho'nqur ta'sir qoldirdi. Eri xotinning qo'lini tutib o'ltirg'izgandan keyin men ulardan "Ikkinglarda bira masala bormi?" deb so'radim. Ayoli mayli qandoqli bo'lsin, yerdan ajrashaman deb turib oldi. Men uningdan nima uchun deb so'rasam, u yerdan iborat bu odamga faqatla chidimidim dedi. Gerçi eri uningga bak yaxshi muomala qilgan, yeydigan, ishlatadigan narsalarning hammasiga aytdi. Atrofli ko'ngil bo'lgan, ham nayti kuyimchan bo'lsin. Lekin turmushda hamisha o'zini majburlab, ro'y jihatdan nayti keskin bo'lib, o'zi chiqib do'stlari bilan tamoq yegandimi cho'qim, uning ma'qulligini elishi kerak ekan. Yo'ldoshi doim komandirovga chiqib turdi ekan. Lekin sirtga chiqqandan keyin doim chiroyli ayoldan chatoq chiqishidan ansiraydi ekan. Masalan, ya'ni kimlar bilan ko'rishdi, kimlar bilan birga bo'ldi, kimlar bilan uchrashishga chiqdi degandek va kasalar. U komandirovkadan qaytib kelgandan keyin avval xotiniga telefon urib andin ayolninki kimlar bilan birga turganligini, kimlar bilan ko'rishganligini aniqlaydi ekan. Agar ayoli ma'lum do'st bilan birga ekan degan xabarni anglab qolsa, u holda xotiniga telefonni do'stiga bergizib, cho'qim aniq tekshirib jazmlashtirmoqchi bo'ldi qilmaydi ekan. Bundaq bo'lganda xotin nayti azoblandi. Aniqli qattiq azoblandi. Er-xotin o'rtasida eng asosiy ishonchmi qolmaydi. To'y turmushidan qandaqmi masala ko'rilmay tura olsin. Bir-birisiga yetarli bo'shliq bermasa, bir-birisininki turmushdagi mana shunday ushshaq-tushshaq ishlarimiz ziyoda kirishib olsa, bu xil tipdagi to'y turmushininki oqibati asosan zavolliqqa yuzlanib qoladi. Ishonch qolmagan vaqtda mehr muhabbatni bag'ansiri suslashadi. Gumonxo'rlik avjaldi degan gap. Yo'ldishida o'zini majburlash kayfiyati va kuchli kontrol qilish istigi bo'lg'achqa ayoli chidab turolmay qat'iy ajrashmoqchi bo'lgan. Garchi eri xotiniga aytdi, yaxshi turmush sharoiti yaratib bergan bo'lsa-mu, lekin odam moddiy kapolatga muhtoj bo'lib qolmay, yana ma'naviy turmushim intayin muhim. Erininki kontrol qilish istigi shunchalik kuchli, ro'yi olti shuncha nachar bo'lsa, xotinini asal qutisida yotqizib qo'ygan taqdirdami, bir chatoq chiqarib qo'yishga majburlab qo'ydi. Bundan bilishga bo'ladiki, odamning psixikasiningki ziyonga uchrashi uningki to'y turmushi munosabatiga ta'sir ko'rsatadi. Bu real turmushda nayti ko'p uchraydi. İnsani fazilat bo'lsa, odam jismiy va ruhiy sistemasiningki yig'indisi. Yuqori sifatli insoniy fazilatga ega odam oldi bilan psixikasi sog'lom odam. O'zini kontrol qilish iqtidori bir qadar kuchli odam. Yuqori tövanga, jamiyatga, oilaga nisbatan mas'uliyatni ustiga ola oladigan odam. Lekin amaliyotda xeyli bir qism kishilarda xarakter jihati nuqson bo'ladi. O'zida xilma-xil o'xshamagan masalalar bo'ladi. Buningda masalaninki ig'ir yenik darajasiga qarash lozim. Ba'zida bir qadar asabiy bo'lib o'zini markaz qilib turib oladi. Ko'ngli ko'ksi tars sog'lig'i kuchli bo'ladi. Yana ba'zida ish qilganda mas'uliyatsizlik qiladi. Shaxsiyatchi, oshko'z, ijtimoiy axloq eni ojiz bo'ladi. Yana ba'zilarda zo'ravonlik xohishi bo'ladi. Er-xotin o'rtasida ba'zi ziddiyat yoki ixtiloflar ko'rilsa, qarshi tarafga zo'ravonlik qiladi. Jismoniy zo'ravonlik oila zo'ravonligining bir xil shakli, yana bir xil zo'ravonlik bo'lsa, so'g'uq zo'ravonlik deb ataladi. U ruhiy zo'ravonlikning bir xili bo'lib, to'y munosabatiga ig'ir ziyon yetkazadi. Hadisli qarshi tarafga parvo qilmaslik, qarshi taraf bilan fikrlashmaslik, amaliyotda bu mas'uldan o'zini ep ketish bo'lib hisoblandi. Bu to'y turmushidagi mehrga bo'lgan, ayol o'rtasidagi mehr muhabbatga bo'lgan ziyon zahmati naytdi cho'ng bo'lgan bir xatolik hisoblandi. Navbatda bu xil ahvol bir qadar umumyuzlik bo'lib, ko'pchilikniki yuksak diqqat e'tiborini qo'zg'adi. Ayollar o'rtasida masala ko'rilsa, vaqtida ayol taraf bir istakan sinchayni qo'yib fikrlashga chaqirsa, har tarafni bir azroq ichilib yeyilib
ayolni chaqirib fikrlashishni o'tirib qo'ysa, buni aytdi, yaxshi bo'ladigan ish. Usul tuzda, gap yuzda yaxshi degandek, 100 tarani fikr almashtirishninki ba'zi masalalarni oydinlashtirish jihatda aktiv rolini aytdi, kuchli bo'ladi. Mana mushkil usullar orqali ba'zi yeshilmagan tugunlarni yeshib, saqlangan masalalarni oydinlashtirib, ziddiyatni faol hal qilishi va qiyinchilikni tugitib menish lozim. Mana bu to'y turmushiga tutadigan eng aktiv pozitsiya. Psixika va xarakter to'y turmushi munosabatiga ta'sir ko'rsatadigan ikki muhim omil. Shundaqla to'y turmushi psixologiyasi ko'ngil bo'ladigan ikki muhim nuqta. Ko'pchilikmi bu xil muhim nuqtani ching tutib, hal qilish chorasini tepib, to'y turmushi munosabatini yaxshi bartaraf qilish lozim. Xo'sh, qadrli tanishlarman do'stlar. Bugun So'ngjayu apandining Baxtlik to'y turmushi bilimlari nomli kitobininki birinchi darsini diqqatingizga sunib o'tdik. Birinchi darsdan balkim nurg'un do'stlar dastlabki qadamda baxtlik to'y turmushi haqidagi muhim tushunchalarga ega bo'lgan bo'lishi mumkin. Agar bu shu maqsadga yetadigan bo'lsak, biz do'stlar uchun qilgan amgigimizdan suyungan bo'lamiz albatta. Xo'p, bunda bo'lsa bugungi mazmunda yoqtirgan do'stlar bo'lsanglar, texmi ko'p qarindoshlarimizni mana bu shundoq yaxshi bo'lgan, ilmiy bo'lgan psixik bilimlarni o'rganishga chaqiraylik. Bo'ldi, undaq bo'lsa, aytdiki, sarxil mazmunlarda, ya'ni shu baxtlik to'y turmushi bilimlari nomli darsninki ikkinchi sonini ko'ngil aramlarga sunug'icha shundaqla tinanglar saq, ishlaringlar o'ngishli bo'lsin. Undaq bo'lsa, ayt kechda sirdishimiz. Xushvaqt bo'linglar.